Bugun o'ta niyabishdim. Bilasizlar, har doim g'alati o'ylar topib olaman. Bugun uxlama. Mada men gapiryapman. Meni kasalxonamga mevalar tashlab yurar ekan. Bananjon, uxlama, seni hozir operatsiya qilishim kerak. Jigarim deyman, bananim desam g'alati bo'lar ekan. Birinchi tozalaylik, nima qilishdan oldin tozalaylik. Ma'minlarda bananga tatuirovka nima keragi bor? Hozir yop. Ha, buni muammosini bildim. Buni gijjasi bor. Qonida gijjasi bor. Gijjani olamiz. Tamam. Sal og'riydi. Qo'rqma, uncha og'rimaydi. Sal og'riydi. Baba ketgandan keyin odamlar seni mashitingdan yirtadi. Bunda ushlab turib, sholab etib yirtadi ichingdagi go'shingni deyman buni bananda. G'alati bularga o'zini o'lishini aytishadi. Odamlar karuchi yeydi seni. Ko'zi mana qo'limda. Skalpelda sekin og'rimay, hech nima bo'lmaydi. Ozgina o'tib ketadi. Endi mana gijjani aytdim-ku men ko'rib tashxis qo'yadiganlardanman. Gijjani davolashning eng zamonaviy uslubi shunga sug'urib olamiz gijjalaringizni. Bo'ldi. Mana. Ana, endi qorinjangizni tikamiz. Juda zo'r tikaman-da, men qolib ketdi. Mutaxassisman, professional, sen doktorga kelding. Bananga soch nito. Seni hech kim junli banan hech kim yemaydi-da. Shuning uchun seni soching olamiz. Sen ham sartarosh, ham xirurgning yoniga kelding hozir. Shuni bilyapsanmi sen? Ana. Chiroyli bo'lding. Bo'ldi, endi seni yeyishaveradi. Gazini bos. O'lgani ketdi.